Uninski barrom kitobni. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Ekrandagi mana bu iflos bolani ko'rgan, bilgan, taniganlar bo'lsa, iltimos aloqaga chiqinglar. Bu haromvachcha через Meksika orqali Amerikaga borib olib, 1 so'm 2 so'm o'sha umriga ko'rmagan pulni ko'rib, o'zini yo'qotib qo'yib, do'stlar hozirda o'sha o'zini sotsial setlarida butun musulmonlarni haqorat qilgan holatda Qur'onni oyoq osti qilib, uni do'stlar urib, tepib, oxiri unitazlar, ya'ni tualetlarga tashlab, ustidan peshob qilib, bu haromni oxiri yondirdi. Qur'onni yondirgan bu o'zbek yigitini ota-onasi ko'rsin. Videoni maksimum tarqatinglar. Amerikada yurgan, ko'kragini ko'tarib, men musulmonman deb yurgan aka-ukalarga iltimosimiz. Men Instagramimda ham, YouTube kanalimda ham buni dalnisini topib sizlarga tashlab beraman. Men efirimda, keyingi efirlarimda, keyingi videolarimda chiqaraman. Instagramda ham, YouTube'ga ham. Ism, familiya, otchество, qayerda tug'ilgan bu haromini men informatsiya topib beraman sizlarga. Faqat iltimos sizlardan butun Amerikada yurgan musulmon aka-ukalarimiz, o'zbekmisiz, tojikmisiz, qozoqmisiz, turkmanmisiz, qirg'izmisiz, aka-ukalar barchalaringdan iltimos, buni ustidan jinoiy ish ochirib, deportatsiya qildiringlar. Deport qildiringlar. Biz musulmonlar, biz o'zbek, tojik, qirg'izlar, O'zbekistonda yurganlar, Tojikistonda yurganlar, sizlardan, Amerikada yurgan akalarimizdan talab qilamiz. Bu haromini bizlarga topib beringlar va deport qildirib jo'natinglar. Videoni maksimum tarqatinglar aka-ukalar va marhamat, qilgan ishini ko'ringlar. Uninski pidarazning bolasi kitob bilan musulmonlarni musur kitobi manna qo'y pidaraz, manna qo'y. Bu itdan bo'lganini bilishimiz kerak. Ota-onasini bilishimiz kerak kimligini. Meksikadan o'tib Amerikaga borib, bu haromni Qur'onni oyoq osti qilib, qo'pol qilib aytganda o'zini peshobi bilan unitazlarga tashlab, bu haromni butun musulmonlar ustidan kulmoqda. Videoni qo'ldan kelgancha padilisiya qilib tarqatinglarki, buni ota-onasi ko'rsin. Bu haromini hamma joyga tarqataylik aka-ukalar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, faqat ko'rib qo'ysalaring, urmanglar, so'kmanglar. Buni Amerikada yurgan boyvachcha akalarimizdan iltimos, musulmon akalarimizdan iltimos. Buni ustidan jinoiy ish ochirib, O'zbekistonga deport qilinglar. Kitobni